Shunaqa qilib ertalabgacha kutib ushladim-da, boru, bo'lmasa qochib yurardi biroylar. Hozir. Alo. O'rtoq yaxshimisan? Ha, rahmat, Xudoga shukr. O'zingga bu yordam kerak bo'lsa, aytaver, og'ayni. Ha, yo'q. Bo'pti, xo'p. Bobirga ham besh ketaman. To'g'risi. O'zi 1 yildan beri ahvoli bir ahvol, yordamga muhtoj bo'lib yotdi, lekin kunora telefon qilib hol-ahvol so'raydi. Hayronman. Yordam beray desam, yo'q, yordamni ham olmaydi. Men ham necha marta harakat qildim yordam beraman. Foydasi yo'q. Ha, shunday. Shunga o'ylayapman hozir. Sen yordam berayotgan bo'lsang kerak. Ha, menimcha farqi yordam beryapti. Hadi. Chunki u sendan boshqada yordam olishiga men ishonmayman. Nimaga desang, har doim seni gapiradi. Farruh yaxshimi, Farruh yuribdimi, onam so'rayaptilar deydi. Akamdek bo'lib qolgan deydi. Insga kelgandan beri seni gapiradi hozirgacha. To'g'risi, hasad ham qilaman masalan o'rtoqchiligiga. Aka-uka tutingansizlar, bilaman o'rtalarga tusha olmaymiz, lekin ozgina bo'lsa ham yordamimiz tegsin. O'zi 1 yildan beri ahvoli bir ahvol. Chunki u sendan boshqada yordam olishiga men ishonmayman. Har doim seni gapiradi. Farruh yaxshimi, Farruh yuribdimi, onam so'rayaptilar deydi. Bobur. Hozir. Kim? Voy. Assalomu alaykum. Farruhjon bolam, o'zim o'rgilay, yaxshimisan? Bormisan? Rahmat, Xudoga shukr. O'zi yaxshimisiz? Ha, rahmat. O'rtog'im qani? Bobirjon o'rtog'ing bozorda edi. Bozorda? Ha. Voy, Farruhjon bolam. O'rtog'ingni ishlari juda ham zo'r, yaxshi ketayotgan edi. Hamkorlar aldab ketishdi uni. Hamma narsasidan ayrilib, juda ham qiynalib qoldi bolam shunday. Lekinchi to'xtab qolgani yo'q, Xudoga shukr. Bozorda arava itarib, rizqini terib yuribdi bolam shunday. Qani, aka charchamayapsizmi? O'ting. Siz ishni o'tiraysiz, bera yuboraylar bitta. Farruh. Zap kelib qolsan-da. Qolgan uyda gaplashamiz, kelamiz. Bobur, xijolat qilyapsan-da. Sal ko'rib xursand bo'ldim, Farruh. Aka, 1 daqiqa to'xtatib o'ring mashina. Hozir. Kutib qo'ymadimmi? Ketdi aka. Do'konga kirib chiqdingmi? Ha? Menga gazingiz olmadingmi? Unutma. Olib kelaman. Qo'ya qol, o'zim olib chiqaman. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, hozir chiqib ketgan yigit necha pul qarz bo'ldi? Yo'q aka, shart emas, o'zlari beradilar. Aka, aytavering, o'zim o'rtog'im. Menda bo'lmagan payt u ham to'lagan. Xo'p, 580 ming bo'ldi. Mana. Aka, keyin mana buni ham olib qo'ying. Kichikda bo'lib turadi, o'zingiz tushunasiz-ku. Gazni suv olib berib yuboring. Rahmat. Endi ketdik. Ke, ona. Onajon. Oo. Bolam. Ona, Farruh kelibdi iftorlikka. Farruhjon kelgan edi bolam. Ay bolajonim, o'zim o'rgilaysandan, bo'ylaringdan.
Haqiqiy o'rtog'ingda bu, Bobur. Endi xolajon, Bobirjon ishlari yaxshi bo'ladi. Ilohim yaxshi bo'lsin. Xudo xolasa, o'zim bilan Toshkentga olib ketaman. Men onajonimni yolg'iz tashlab keta olmayman. Bormading-a? Rosa bir qaysar odam ekansan-da. To'g'ri, Farruh. Onajon bir o'zlari. Otam bo'lganlarida ham boshqa gap edi. Endi ozgina sinov kelganda vatanimni onamni tashlab ketsam to'g'ri bo'lmas. Men qara. Taklifim o'z kuchida. Bir o'ylab ko'r. Sen kutaman. Albatta boraman. Sen ko'rishga. Ha, aytgancha, onam senga non berib o'rgandilar. Bitta hidlab ko'r. Bunaqa mehr bilan tayyorlangan shirinliklarni unutib qo'yman to'g'risi. Farruh, telefon qilganda ko'tarib tur. Sen sog'inaman do'stim. Sog' bo'l.